Yuzimni ko'rsatmasdan blogerlik qilaman deganlar uchun вообще zo'r sayt topib oldim. Mana shu sayt. Notebook LM deb yozasiz. Mana shu saytga kiriladi. Apple notebookga bosib. Bu yerdan Google pochtangizni bu yerdan sizda so'rashi mumkin. Nima qilib? Siz registratsiya qilib, registratsiya qilib olasiz, oson. Keyin sizda bitta bosib poisk источник bu yerdan yozasiz. Ruschalab yozasiz. Men o'zbekchalab yozdim. Ruschaga chiqarib berdi, lekin ruscha yozsangiz vashi yaxshi nimada tushunib yozib chiqarib berar ekan. Bu sayt kitoblarni masalan O'zbekiston tarixi deb yozamiz. O'zbeklar tarixi отправить qilamiz. Bu internetdan sun'iy intellekt qidiradi o'zbeklar tarixi haqida informatsiya va 10 ta источник topadi. Bu 10 tadan keyin sizlarga tayyor mana har xil nimalarda mana Buxoro Xiva, Qo'qon xonligi, Tuda короче shunaqa 10 ta mana источникdan narsa topdi. Importga bitta bosasiz. Bu yerda mana 10 tani analiz qilib chiqadi. Mana shular polni птичка bo'lib chiqqandan keyin bu yerda mana bu joyga o'tasiz. Video preskaz. Video qilib yasab ber shuni degan nimasi chiqadi. Mana shuni bossangiz. Mana aylanib turibdi. Bu hozircha ishlagani yo'q. Nimaga? Mana zagoska qo'ygani yo'q. Mana zagoska qo'ygandan keyin mana bu yerda generatsiya ketadi. Generatsiya qilib videoni chiqarib beradi. Vaqtlarni ketmasligi uchun tayyor men generatsiya qilib qo'ygan nimam bor. Video bor. Mana o'zbek nimasi. Mana unda O'zbekistonni tarixi deb qidirganman bu yerda. Unda inglizcha chiqarib qilmagan, источникdan pastda ruscha. Bu yerda videoni qilib bergan mana. Video ruschada, inglizchaga ham chiqaradi menimcha. Bu hozir ruschada chiqarib nima qilyapti. В тени одного из самых грозных завоевателей в истории, как ни странно, расцвелась совершенно 6,5 minutli video qilib bergan. для культурного... Но культура O'zi oзвучка qilib, o'zi informatsiyalarni qilib, o'zi rasmlarni yasab bergan. невероятно прочные и легкие колеса высотой почти в 2 метра. Ikkinchi videosini ko'ramiz. Mana ikkinchi videosi. Qo'qon xonligi haqida nima chiqargan. Video qilib bergan. Знаете, в истории столицу строится фигуру, правда? Надиры. Ее тебя исключительно. Bu mavzuni boshqa mavzularni ham qilsa bo'ladi shekilli, lekin men tushunganim hozir bu tarixiy mavzu, ya'ni tarix haqida. Ya'ni o'zi umuman kitobdan ichidan qidirib, источник qidirib topib qo'yib beradi-da. Uni YouTube'ga kim yuzimni ko'rsatmayman video qilaman desa, YouTube'ga joylab turib, mana shunaqa videolarni pul ishlasa bo'ladi.